Bu yuzsiz bokschi raqibini xotin orqasiga urdi. Shen Mosinning rafiqasi Mayor kanalida yig'ilgan vaqtida u fursatdan foydalanib uni kaltakladi. Nikaragualik bu haqida shunday izoh berdi: "U fohisha, bunga yo'qdi." Rikardo yana bir ko'z urishtirish vaqtida sigaret tutdi va Mosi buni taqiqladi va javoban turtki oldi. Jangchilar ko'chada ham, ringda ham bir-birlarini zo'ravonlik bilan tahdid qilishardi. Uzoq kutilgan jang boshlandi. Rikardo Mayorga dastlabki 2 raundda o'zini yaxshi his qildi va raqibdan ustun keldi. Araguazning dastlabki bosimiga bosh berdi. Shen asta-sekin uyg'ona boshladi, ammo bu unchalik oson emasdi. Gap shundaki, Mayorga eski maktab bokschisi va bunday aqldan ozgan uslubni kaltini topish qiyin. Siz uni nokaut qilishingiz kerak. Aks holda u sizni qiynab qo'yadi. Ammo amerikalik bunga rozi bo'lmadi. 12-raundda raqibini nokdaunga uchratdi. Keyin esa sovuqqo'llik bilan uni o'chirib tashladi. Mosi chiroyli qilib hurmatsizlik uchun uni jazoladi. Do'stlar, bu borada fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring.